Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Zo'r TVda xalqaro o'yin, xalqaroki bizning milliy jamoamiz ishtirokida va bemalol qo'rqmay ayta olaman ne'matim. Himoyachilarimiz ikkinchi Abduqodir Husanov hakam hushtak chaldi. O'yin boshlandi. Ehtimol endi 21-asrda Saloh davri boshlandi. O'runovda to'p markazdan zarba yo'llashi mumkin edi. O'zida qoldirdi to'pni. Zo'r dribling va hisobni ochyapti Oston. O'yinning 4-daqiqasida to'pni qanday o'ziga bo'ysuntirib, qanday driblingni amalga oshirib hisobni ochganini ko'rdingiz. Ostonga aytishganmi, bu Misr terma jamoasi himoyasi. Yo'q, mayli. Bu juda ham muhim emas. Asosiysi aniqlab oldik, tanib oldik. Oston O'runov darvozabonni ham ortda qoldirdi. Qani Oston! Gol! Shedevr. Gap yo'q. Yana emaklatyapti, yana orqasidan yugurtiryapti. 2-0 Oston O'runovning dubli O'zbekistonga Misr ustidan g'alaba keltiryapti.